Bolaligidan ideal farzand bo'lgan ota-onam. Bitta musor to'k desam, sansira mansira qilasanlar. Sanlarni yoshingdaman, qanaqa qiz bo'lganman bilasanlarmi? Ertalab oxirli turardim, hovlani supurardim, sigirlarni sog'ib, yemini berardim. Hamma ishimni qilib, yana maktabga borishga ham ulgurardim. Sanlar qanaqa bola chiqding-a? Bumdomda turarlar. Qachon hovlida yashagan ekanlar? Oyim hayvonlardan qo'rqadilar-yu. Qachon sigir sog'ibdilar? Sanlarga shuncha sharoit bo'lsa ham qadriga yetmaysanlar. To'g'rimi dadasi? To'ppa to'g'ri. Men senlarning yoshingda bo'lganimda qassobga Navoiyga shogird tushganman. Darsdan chiqib bozorga borib somsa ham sotganman, ha. Shuncha hunaringiz bor ekan-da. Ne aktyor bo'lgansiz? Bar musulini to'k. Zato yaxshi aktyor bo'lganman. Aka, algebrada mana shu misolga yordam bering. Bor o'zim bitta ishim bor, o'zing qilgan. Tushunmayapman-da. Shuning uchun darsda kallan joyi qo'yish kerak edi. Yana nima urush, yana nima janjal? Akam algebradan yordam bermayaptilar. Sanlar qanaqa odamsanlar? Nima kallangni joyiga qo'ymaysan? Sen umuman menga o'xshamading, bilasanmi? Men 7-sinfda kara-karani yod olib, ustozlarni lol qoldirganman. Umuman menga o'xshamaysan. Kara 4-sinfda yodlanmasmidi? Yo'q, menimcha 2-sinfda. Qo'ying. Oyimlar paytay hamma narsa to'g'ri kelaveradi. Nimasini aytasan xotin? Men 6-sinfda o'qish tezligidan 1 minutda necha yuzta so'z aytib, ustozlarimning og'zini ochirib qo'yganman. Shunaqa imkoniyatlar bor hosilaga o'qimaysizlar-da bolalar. Matematikada o'qish kitobining nima aloqasi bor? Ada, spaytizda matematika oson bo'lgan. Hozir esa qiyin. Ustozlar bir martagina dars o'tadi. Tushunmadim desangiz, yaxshiroq xulosa olgin deb boshqa mavzuga o'tib ketadilar. Tushunarli. Seni Qalanuzga a'zo qilamiz. Qalanuz? Ha, Qalanuz. Matematikadan qo'shimcha dars, bilimingni oshiraversan. Platformaga a'zo bo'lishing bilan seni bilimingni diagnostika qilishadi. Diagnostika qilgandan keyin bilimingga qarab vazifa beradi. Agar vazifalarni to'g'ri bajaradigan bo'lsang, kuniga 2000 so'mdan cashback olasan. Ha, eng muhimi, dada, oyi, meni darsimga yordam beringlar degan so'zlar bo'lmaydi, chunki sen metrlar nazoratida bo'lasan. Bundan tashqari, misollar yechib tangalar yutib olasan. Tangalaring orqali qahramoningni super qahramonga aylantirasan. Eng muhimi, Qalanuzda yangilik. Qalanuz platformasini boshqa davlatdagi o'quvchilari bilan duel qilishing mumkin. Ya'ni bellashasan. Dadasi, men mehnat darsidan ham zo'r kashtalar tikkanman. Men jismoniy tarbiyada zo'r qatnashganman. Men darsimni qilay. Hozir ikkalasi ham fizika, kimyoda olimpiadada yutganman deyishadi.